Omaqsa ağdaşlar, bugünkü hikayemiz Poç Padişah. Burunusida bir poç padişah bar ekan. Bir kuni u zerikib ketibdi-da joylarga. Kim meni yolg'onchilikda yengib olsa, elning yerimini beraman deb e'lon chiqaribdi. Bir padichi yigit e'lonni ko'rgandan keyin padishahning oldiga berib, "Padishahi olam, dadamning bir tal xosisi bor. U shundoq uzunki, uning bilan kechida osmondagi yulduzlarni urkutgili bo'ladi" debdi. "Buning nima hayron qilgunchiligi bor? Dadamning bir chilimi bor. Tamaki chekkanda uni quyoshda tutashtirdi" debdi podshoh. Padichi yigit ketibdi. Bir necha kun o'tgandan keyin bir mashinachi kelib, "Hey podshoh olam, men burunla kelmoqchidim, biroq tungun chaqmoq chiqib osmonni yertib shoqirab yomg'ir yog'ib ketdi. Shuning bilan osmonni yog'mayman deb kelolmadim" debdi. "Sen yaxshi ish qilibsan, ammo bo'sh yog'mab qo'yibsan. Bugun atiganda yana yomg'ir yog'di" debdi podshoh. Mashinachi g'ing qilolmay ketib qopti. Arqadanla bir yig'atchi kelibdi. U burun o'rta solgan ekan. "Nimishqa kelding?" deb so'rabdi podshoh uningdan. "Sheriklarimga vakolatan sizdan ish haqqimizni olg'il keldim. Sizlar ish haqqi uchun bizga bir kura oltinga qarzdor" debdi yig'atchi. "Men sizlarga qachon qarzdor bo'ldim?" deb oldirab so'rabdi podshoh. "Sizlar qarzdor bo'lmasizlar, men nimishqa pul olg'il kelman? Sizlar turgan o'rnini biz salmadikmi? Yolg'onchilik qilyapsan." Yig'atchi bu gapni anglab kulib turib, "Sizlar yolg'onchilikda yengildilar, endi elning yerimini menga berala" debdi. Podshoh o'zining yengilib qolganligini sezib darhol, "Yo'q, sen rost so'zlayapsan" deb gapini o'zgartirdi. "Rost so'zlagan ekanman, menga bir kura oltin berishlari kerak-da" debdi yig'atchi. Podshoh amal qilolmay yig'atchiga bir kura oltin beribdi. Hikmat: sen o'zingni har qancha aqlliq chaqlasangmi, baribir yengilib qoladigan chaqlaring bo'ladi. Shunga minmanlikni o'zingdan yiroq qil.